o'yinini. Men Abduqodir haqida aytmoqchiman. Agar e'tibor berganlar bo'lsa, Abduqodirning o'yiniga u birinchi o'yindan yomon o'ynadi kecha. Bu ba'zi bir blogerlarga katta rahmat aytish kerak mana shu uchun. Ba'zi bir jurnalistlarga, ba'zi bir blogerlarga prosmotr yig'aman deb, podpischik yig'aman deb ko'tar qilib, yalash qilib bolaning xayolini buzib qo'yishdi. Kechagi o'yinga qarasangiz agar umuman o'yna olmadi. 0. Даже minus ham o'ynadi. Srazu ikkinchi taymga o'zi zaxiraga tushdi. Sizlar qachon o'zi tinch qo'yishni boshlaysizlar? Qachon o'zi o'zlaringizni hayotingiz bilan yashaysizlar? Abbos bir ko'tarildi, Abbosni yala qilib Abbosga yopichingizlar. Endi Abduqodir chiqqan paytda Abbos ham esdan chiqib ketdi. Abbosni ham aeroportdan kutib olish yo'q. Abbos ham esdan chiqib ketdi. Endi Abduqodirga yalashga o'tdingizlar. Abduqodirni ham xayolini buzib qo'ydingizlar. Tinch qo'yish kerak o'sha.